Agar raqobatchilaringiz bilan faqatgina narx bo'yicha raqobat qilayotgan bo'lsangiz, demak brendingiz qiymati nolga teng. Brend qiymati nima? Tasavvur qiling, Apple iPhone 17 ni ishlangan olmasiz chiqardi. Nima bo'ladi? Uning narxi 3 barobarga tushadi. Endi siz u uchun $300 to'lasangiz ham katta gap. Nimaga? Chunki siz qo'shimcha to'layotgan $800-900 pul texnologiya uchun emas, brend uchun. Mana shu brendning haqiqiy qiymati. Ismim Behzod, Mountain Branding agentligi rahbari va brending bo'yicha mutaxassisman. Bugun siz bilan brendning haqiqiy qiymatini yaratadigan narsa, ya'ni brend platformasi haqida gaplashamiz. Videoning oxirida kuchli brendlarning muvaffaqiyatining siri bo'lgan brend platformasi haqida batafsil bilib olasiz. Brend platformasi nima? Tasavvur qiling, uy qurmoqchisiz. Birinchi navbatda nima qilasiz? To'g'ridan to'g'ri ishni qurishdan boshlaysizmi yoki kuchli bir arxitektorga borib uyning chizmasini chizdirasizmi? Rejasiz uy qurish xatolar, qo'shimcha xarajatlar, vaqtni boy berish va energiyani ketkazish bilan teng. Brend qurish ham xuddi shunday. Kuchli brend qurmoqchi bo'lsangiz, sizga brendning loyihasi, ya'ni brendning platformasi kerak bo'ladi. Uydan farqi, brend mijozlarning ongida quriladi. Ya'ni brend platformasi insonlar ongida kompaniyaning yaxlit obrazini shakllantirib beradigan tizim. Coca-Cola, Apple, Nike siz bu brendlarni kimligi, ohangi, qadriyati, vizuali, muloqot uslubini bittada taniysiz. Nega? Chunki ular brend platformasi orqali o'z g'oyasini miyangizga yillar davomida mixlab kelmoqda. Brend platformasi nimalardan tashkil topadi? Keling, birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, brend mohiyati. Brend nima uchun mavjud? Nike brendining mohiyati sportda haqiqiy samaradorlik. Ishlab chiqaradigan mahsulotlari va kommunikatsiya strategiyalari ham shu mohiyat asosida ishlab chiqilgan. Masalan, ko'pchilikka tanish Just Do It, ya'ni shunchaki qil slogani ham brend mohiyatini to'ldirish uchun xizmat qiladi. Ikkinchisi, brend missiyasi. Nima qilamiz va kim uchun qilamiz? Apple brendining oliy maqsadi odamlarning ijodkorligini ochib beradigan, hayotni soddalashtiradigan texnologiyalar yaratish. Shu sababli Apple har bir qurilmasida oddiy dizayn, kuchli qurilma va funksiyalarga urg'u beradi. Nike brendining oliy maqsadi esa dunyodagi har bir sportchiga ilhom va yangilik berish. Tanangiz bor ekan, siz sportchisiz deydi. Shuning uchun ham istalgan Nike reklamasini ko'rsangiz, sport bilan shug'ullangingiz keladi. Uchinchisi, brend qadriyatlari. Brend sifatida biz nimalarni qadrlaymiz? DAF brendining qadriyati tabiiy go'zallik va insonlarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish. DAF doimo insonlarni o'z tabiiy go'zalligidan uyalmaslikka chorlaydi. To'rtinchisi, brend arxetipi, ya'ni xarakteri. Biz mijozlar bilan qanday ohangda gaplashamiz va o'zimizni qanday tutamiz? McDonald's do'stona va g'amxo'r. Burger King jasur va hazilkash. Beshinchisi, brend va'dasi. Mijozlar bizdan nimani kutishi mumkin? Snickers och qorin muammosiga tez yechim. Shu sabab och qolganda esga keladigan shokolad bu Snickers. Oltinchisi, ratsional afzalliklar. Bizning xizmatimiz yoki mahsulotimiz mijozning qanday muammolarini yechib beradi? Apple samaradorlik va yaxlit ekotizim. Yettinchisi, emotsional afzalliklar. Mahsulot qanday hissiyot beradi? Rolex o'ziga bo'lgan ishonch va status. Sakkizinchisi, maqsadli auditoriya. Biz aynan kimga xizmat ko'rsatamiz? DAF modellar emas, tabiiy go'zallikka intiluvchi haqiqiy ayollar. Ularning barcha kommunikatsiyasi tabiiy go'zallikni, o'ziga ishonchni, o'zini hurmat qilishni aks ettiradi. To'qqizinchisi, insight. Mijozlarning yashirin og'rig'i nima? Insonlar ish yoki o'qishdan tanaffus qilish uchun bahona izlaydilar. Shu sababli KitKat o'zini tanaffusda yeydigan shokolad sifatida pozitsiyalagan. 10-si, brend pozitsiyasi. Nima uchun mijozlar aynan bizni tanlashi kerak? Tasavvur qiling, mashina sotib olmoqchisiz. Klassika va hashamat kerakmi? Unday bo'lsa Mercedes-Benz. Sport kayfiyatini istaysizmi? BMW. Sizga xavfsizlik muhimmi? Demak, Volvo. Brendni pozitsiyalash bo'yicha alohida video tayyorlaganmiz. Bu videoni ham ko'rishni tavsiya qilamiz. 11-si, brend atributlari. Ularga brendning nomi, slogani, tone of voice, logotipi, shrifti, qadoq ko'rinishi va ranglari kirib ketadi. Brend platformasi yuqorida sanab o'tilgan 11 ta elementga asoslangan holda ishlab chiqiladi. Brend platformaning yakuniy holati brend piramidasiga yig'iladi. Keling, premium segmentdagi Sadberg brendi uchun o'zimiz tayyorlagan brend platformani namuna sifatida ko'rib chiqamiz. Tadqiqot, raqobatchilar analizi va mijozimizning korxonalarini o'rganib chiqqanimizdan so'ng Sadberg brendining mohiyati yoqimli hissiyotlar ulashish bo'lib chiqdi. Oliy maqsadi insonlar o'rtasida mehr-muhabbatni ziyoda qilish va baxt ulashishda xizmat qilish deb yakuniy xulosaga keldik. Brend qadriyatlari esa quvonch ulashish va elegantlik. Mijoz segmentini inobatga olgan holatda
brend xarakterini oshiq arxetipiga mos deb topdik. Brend piramidasining qolgan qismlarini ekranda ko'rib olishingiz mumkin. Brend platformasi biznesga nima beradi? Birinchisi, marketing jamoa uchun aniq xarita. Videoni boshidagi uy qurish misoliga qaytsak, chizmani ko'rgan har qanday quruvchida hech qanday savolga o'rin qolmaydi. Brend platformasi bilan ham xuddi shunday. Sizdagi SMM, marketing va dizayn jamoasi bir xil yo'nalishda ishlashini ta'minlaydi. Ikkinchisi, tez va samarali qarorlar. Reklama kompaniyalari, dizayn, kontent hammasi uchun tayyor qoidalar bo'ladi. Uchinchisi, mijozlar ishonchi. Odamlar vaziyatga qarab turli tusga kiravermaydigan, insonlarga ishongani kabi o'zgarmaydigan brendlarni yaxshi ko'radi. To'rtinchisi, tezroq tanilish. Brend shaxsiyati va kommunikatsiyalaridagi bir xillik sabab tezroq tanila boshlaysiz. Beshinchisi, raqobatchilardan ajralish. Brend platformasi mijozlarga nega raqobatchingizni emas, aynan sizni tanlash uchun aniq sabab beradi. Oltinchisi, arzonroq va samaraliroq marketing. Brend platformasi bilan taxminlar qilishga hojat qolmaydi. Nima deyish kerak, qanday aytish kerak, kimga aytish kerak? Hammasi tizimli bo'ladi. Bu juda ko'p vaqt va pulni tejaydi. Yettinchisi, sodiq mijozlar. Mijozlar brendingiz missiyasi bilan bog'liqlikni his qilarkan, ular endi sizni shunchaki mahsulot yoki xizmat uchun emas, balki g'oyangiz va qadriyatlaringiz uchun tanlashadi va sodiq mijozlaringizga aylanishadi. Agar kompaniyangiz uchun professional brend platformasi xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki endi brend platformasini ishlab chiqish bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Barchasi tadqiqotdan boshlanadi. Tadqiqotda 4 ta narsa o'rganiladi. Birinchisi kompaniya, oliy maqsadi, qadriyatlari, pozitsiyasi, mahsulot yoki xizmat o'rganiladi. Ikkinchisi raqobatchilar, bozor, tendensiyalar, raqobatchilarning pozitsiyasi va kommunikatsiyalari. Uchinchisi iste'molchilar, kastab orqali ularning xulq-atvorlari, og'riqlari va kutuvlari o'rganiladi. To'rtinchisi madaniyat, urf-odatlar, qadriyatlar va yozilmagan qoidalar. Tadqiqotdan so'ng analiz va sintez qilinadi. Bu bosqichda to'plangan ma'lumotlar chuqur tahlil qilinib, insaytlar chiqariladi. Bundan keyingi jarayon pozitsiyalash. Agar brendda hali bir aniq pozitsiya bo'lmasa, tadqiqot tahlillariga ko'ra pozitsiya tanlanadi. Yakuniy bosqich esa identika ishlab chiqish. Brend xarakteri, falsafasi va tanlangan pozitsiyadan kelib chiqib, brendda barcha atributlari ishlab chiqiladi. Narxlaringizni ko'targan holatda ham savdo hajmini oshirmoqchi bo'lsangiz, ishni brend platformasi qildirishdan boshlang. Brend platformasini ishlab chiqish jarayoni chuqur tahlil va malaka talab etganligi sababli bu ishni tajribali agentliklarga topshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Video davomida qandaydir savollar tug'ilgan bo'lsa yoki siz uchun brend platformasi ishlab chiqishimizni xohlasangiz, pastdagi havola orqali bepul konsultatsiyamizga yoziling.